Anchadan beri bunaqa fayzli xonadonga kelmagandim. Hovlisini ko'ring, o'zi bitta baho berib qo'ying. Hovli yoqotim, toza havo ekan. Naqd 8 sotuvga joylashgan hovlimiz, zahvati ham bor ekan. Narxini men video davomida aytaman, bo'lmasa obzori boshlaymiz-da. Bu yoq qurilish qismi ko'rasizlar, 3 ta 4 ta mashina bemalol qo'ysangiz bo'ladi. Umumiy 8 ta xona, 2 ta sanuzel, 2 ta oshxonaga ega. Bu yoqda 3 ta xonamiz bor, suvoq holatda, bu yoqdagi xonalarimiz esa tayyor bo'lgan, bitgan. Sizlar bilan hozir ko'rib chiqamiz. Qani, marhamat. Biz asosiy uylarimizga kirib kelar ekanmiz. O'ng tarafimizda mehmonlar kutish uchun mehmonxonamiz keladi. Ko'rsanglar bo'ladi, juda ham katta, keng va chiroyli qilib yasatib qo'yishibdi. Xo'p, undan keyingi xonamizga o'tamiz. Bu kattalar uchun yotoqxona, o'zini alohida yuvinish xonasi ham mavjud, ya'ni sanuzellari bor. Bu yoq kattagina hol, bu yoqda ham mehmon kutsangiz bo'ladi. Bu yoq bo'lsa bolalar uchun yana bitta yotoqxona. Endi sizlar bilan pastni ko'ramiz. Ikki tarafda qarang, podvoli bor. Bu uyimizdan tagida ham podvoli bor. Bu yoqda yana bitta yotoqxona. Uning yonida oshxona joylashtirilgan. Oshxonani ko'rasiz, bu yerda texnikalari bor. Uning yonida umumiy sanuzel keladi va yuvinish xonasi ketma-ket. Bunisi mana sanuzel, bunisi yuvinish xonasi bo'ladi. Bu yoq tarafda ham mana yozgi oshxona uchun joyimiz bor, kattagina hovli, orqada ham zahvat hovlimiz bor. 160 ming dollar so'rashyapti. Yana kelishib beradigan joyi bor. 8 sotu 20 ga 40 bo'ladi. Mahallasini ko'rasiz, juda ham chiroyli, katta ko'chada chiroyli uylar, toza havoli joy. G'ish ko'prigiga kelganmiz, pastda qiziqqani uchun nomer qoldiramiz.